Sizlar bilan Clash of Clans'da yangi akkaunt ochganda nimalarga ahamiyat berish kerakligi haqida to'g'ri gaplashib o'tamiz. Hozir biz avvalo Clash of Clans'ga kirib olamiz. Bu 11-rapsha. Bu ko'rinishi deyarli. Sizga Clash of Clans'ni ochganingizda asosiy kerak bo'ladigan narsa bu kristal, ya'ni mana bunaqa yashil narsalar bo'ladi. Bularni biz qancha usullar bilan yig'ishimiz mumkin, ya'ni ana shunaqa bazamizga paydo bo'lgan daraxtlarni yo'q qilish orqali yoki turli xil sabitiya va missiyalarni bajarish orqali ham qo'lga kiritsak bo'ladi. Hozirda bazamizga chiqqan bunaqa kerak bo'lmagan ortiqcha buta va daraxtlarni yo'q qilamiz. Buning evaziga ko'rib turganingizdek bir qancha kristallarni topishimiz mumkin. Hozir bu yerda yana event ham ketyapti, ya'ni equipment plus qobiliyat sotib olish eventi. Herolar uchun turli xil qobiliyatlarni ham sotib olishimiz mumkin. Endi asosan Clash of Clans'ni yangi boshlaganda nimalarga ahamiyat berish kerak? Asosan bazani birinchi o'rinda rush qilmasdan full qilib ko'tarish kerak. Agar rush qilsangiz, menda ham bitta rush akkaunt ko'rsataman. Siz ham o'ynash yoqmaydi-da to'g'risi. Ya'ni biror bir KV yoki boshqa janglarda qatnashganingizda sizni bazangizni raqiblaringiz osongina 100% uchirib, ya'ni bunaqa rush, mana devorlar ham full ko'tarilmagan, zashtalar ham full ko'tarilmagan. Shunaqa bo'ladi. Keyingi narsa bu Clash of Clans'da yangi akkaunt ochganda kristal o'zi nima uchun to'planadi? Ya'ni kristal to'plash kerak deb aytildi. Kristal nima uchun to'planadi? Bizda kristal deyarli hamma narsaga ishlasak bo'ladi, lekin yangi ochgan payti bitta kristalni ham zoya qilmasdan uni to'plash kerak, chunki biz kristalga mana bu yerdagidek usta sotib olsak bo'ladi. Bu yerda jami 5 ta usta bo'ladi. Birinchisini 250 taga, ikkinchisi 500, ya'ni o'zini bitta bergandan tashqari ikkinchisi 250, uchinchisi 500, to'rtinchisi 1000 va beshinchisi 2000 kristalga sotib olsak bo'ladi. Bundan tashqari bularni pul mablag'lari evaziga ham sotib olib bo'ladi. Usta qancha ustangiz ko'p bo'lsa, ya'ni deyarli barcha ustangiz ko'p bo'lsa, bazangizni shunchalik tez ko'tarish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Keyinchalik bu yerda Clash of Clans'da akkaunt urvini bo'ladi. Hozir meniki 95. Bu urvin deyarli hech narsani hal qilmaydi. Bundan tashqari asosan yangi Clash of Clans boshlagan payt akkauntni rush qilmasdan tezroq 7 yo 8 qilib olsak, mana bu yerdagi deyarli hamma bonus gold passlari va bundan tashqari mana bu yerdagi har eventlar kelsa ularni ham olish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Bu yerda qobiliyatlar hozir bu safargi eventda faqat qobiliyatlar va rudalar kelibdi. Boshqa oylarda esa bundan boshqa kerakli bo'lgan narsalar ham kelishi mumkin. Bu yerda magic items, ya'ni sehrli buyumlar mavjud. Bu buyumlar nimaga kerak? Sizni bazangizni ko'tarayotganda eng kerakli narsalardan biri shular hisoblanadi. Birinchi o'rinda yangi ratshaga o'tgandan keyin o'zi 5 kunlik uskarina beradi. Uskarina tamom bo'lgandan keyin esa mana bunaqa power potion, ya'ni kuch eliksirni ishlatish orqali biz askarlarni, damlamalarni, hattoki siege mashina, ya'ni mashina 12-ratsionda ochiladigan mashinalarni ham shu ratsionga mos urvinda pul qilib 1 soatga ishlatishingiz mumkin. Bu ikkinchi resource potion. Bu esa bir kun mobaynida sizga eliksir va goldlarni beradigan kollektorlarni uskarina qiladi, ya'ni tezroq 2x baravarida ko'proq olishga yordam beradi. Bundan tashqari eng keraklilari ana shu usta va bu laboratoriyaniki. Bu usta nima uchun kerak? Bu usta boost builder work to 10x its regular speed for 1 hour in home village, ya'ni sizning kundalik ustangizni, ya'ni ustaning tezligini 10 barobarga 1 soat uchun tezlashtirib beradi. Ya'ni 1 soatda 1 soat
masalan hozir buni taxminan shuni kuchaytirsak, 2 million 500 mingga bir kuni 12 soat kuchaytirib, uni ishlatsak 1 soatda 1 soatini kuchaytirmaydi, 1 soatda 10 soatlik narsani kuchaytirib beradi, ya'ni tezroq qilib beradi. Ikkinchisi laboratoriyaniki deganim esa siz askarlarni kuchaytirishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni menda hozircha bu ratioda hamma nimalarim full. Laboratoriyadan shunaqa qilib askarlarni kuchaytirish mumkin. Bunda buning nimalari ko'proq, ya'ni 24x 1 soatda 1 kunni yo'qotib beradi, kuchaytirib beradi. 1 kunlik vaqtingizni tejashga yordam beradi. Bundan tashqari yana bir nechalar bor. Bu 11-ratiodan keyin ochiladi. Bu yangi boshlaganlar uchun kerak bo'lmaydi. Buni ko'pchilik bilsa kerak. Bu yerdagi super askarlarni tekin qilib beradi. Ya'ni 25 ming elektr o'rniga shuni bossangiz 3 kunlik tekin askarlardan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Bu tungi baza haqida qisqacha ayrim video qilamiz. Keyingisi kitoblar. Kitoblar bu eng oltin kerakli narsalardan biri hisoblanadi. Ya'ni masalan misol qilib olsak, Book of Hero Geroylar kitobi, buni nima maqsadda ishlatamiz? 7-ratioda birinchi geroyimiz, ya'ni King Karol ochiladi. Bu kitoblar orqali biz o'sha akkauntimizning geroylarini vaqt sarflamasdan to'g'ri kitob orqali kuchaytirishini olib borsak bo'ladi. Ya'ni masalan hozir menda 50, 30 va 20 geroylarning urinlari. Geroylarning urinlari qancha kuchaygan sayin ularning vaqti va puli ham shunchalik kuchayib boradi. Katta ratiolarda bunaqa kitoblar juda kerakli narsa bo'ladi. Ikkinchisi Book of Everything. Bu har doim ba'zi paytlarda turli xil event va tadbirlardan berishi mumkin yoki buni biz pulga sotib olishimiz mumkin hisoblanadi. Ya'ni qanaqa usulda? Mana bu yerda turli xil paytlarda o'shanaqa paklar keladi va buni biz ma'lum miqdordagi pullar evaziga olib xarid qilishimiz mumkin. Boshqa yo'l bilan olishning deyarli imkoni yo'q. Boshqa kitoblarni esa biz bu yerda trader bor. Ya'ni bu lekin 8 yoki 9-ratioda ochiladi. Traderda games orqali sotib olishimiz mumkin. Bu yerda yana bir qancha damlamalar ham bor. Mana boya aytgandek Book of Fighting shunaqa boshqa kitoblar ham bo'ladi. Keyingisi esa keyingi magic itemlarimiz bu runlar nima uchun kerak bo'ladi? Bu hozir Rune of Builder Gold, bu tungi bazaniki. Sizga tungi bazaniki ko'rsatadigan bo'lsak, bunaqa mana Rune of Gold, complete fill your gold stretch in whole village. Ya'ni bizda mana bu yerda 8 million oltin bor-ku, o'sha nolga tushgan paytda biz shu runni ishlatadigan bo'lsak, full to'ldirib beradi. Ya'ni 10 million oltin bizga hadya qiladi. Keyingi eng muhim va eng qimmatlardan biri turadigan narsamiz esa magic item. Bu hammer, ya'ni bolg'alar. Bularni biz har oyning boshida bo'lib o'tadigan Klanlar ligasi janglaridan qo'lga kiritgan ochkolarimiz evaziga sotib olishimiz mumkin. Bularda masalan knigalar, ya'ni kitoblardan masalan buni kuchaytirishga bosib turib keyin kitobni ishlatsak vaqtni tejab yopib beradigan bo'lsa, biz bu yerdagi hammer, ya'ni bolg'alardan foydalansak, biz unga pul ham sarflamaymiz, kuchaytirishni hojati ham yo'q. Ya'ni to'g'ri shu orqali ham vaqtni ham pulini tejab qolib ishlatishimiz mumkin hisoblanadi. Xullas, asosan bunaqa narsalarni Gold Pass sotib olish orqali bo'ladi. Ya'ni 6-ratiodan keyin yoki 7-ratioda Gold Pass ochiladi va buni atiga agar sizda birinchi Gold Passingiz bo'lsa, buni 50 ming, 45 ming atrofida, ikkinchi yoki uchinchisi bo'lsa, hozirda 70-75 ming atroflarida sotib olishingiz mumkin bo'ladi. Tez orada buni ham yo'lga qo'yamiz. Ya'ni bu yerda rewards, mana bu ko'rib turgan sovg'alaringizni ham qo'lga kiritishingiz mumkin. Bu yerda eng muhim va kerakli narsalardan biri turli xil magic itemlardan tashqari research boost hamda builder boost. Mana shu ikkalasi. Ya'ni bu nima qiladi? Bu masalan laboratoriyada biror bir askarni kuchaytirish uchun bosmoqchi bo'lsangiz, uning narxini 20% ga va vaqtini 20%, ya'ni 5dan 1 qismiga kamaytirib beradi. Bu builder boost esa mana bu bazadagi turli xil usta bajaradigan hamma ishlarni 20%, 5dan 1 qismiga kamaytiradi. Masalan, hozir bitta devorni ko'tarish 1,5 million bo'lsa, uni 20% ga kamaytirib 5dan 1 qismi, ya'ni 300 ming, 1 million 200 mingga bitta devorni ko'tarishingiz mumkin bo'ladi. Bundan tashqari bu yerda reward listdan nimalar berishini
ko'rib olishimiz mumkin. Har oy Gold Passda asosan bitta kosmetik, ya'ni giroylar uchun skilllar keladi. Bu yerda turli xil yana narsalar, boya aytganimdek 20% chegirmalar, 5 ta kitob beradi, damlamalar, 4 ta room beradi va turli xil qiymatlarga ega elixir va goldlarni ham bizga taqdim etadi. Buni sotib olib, akkauntingizni 2 oy yoki 3 oy ichida 10 yoki 11 ratushaga ham chiqarib olishingiz mumkin bo'ladi. Xullas, siz bilan bugungi videoda gaplashmoqchi bo'lganim shular edi. Keyingi videolarimizda o'rtacha, ya'ni 10, 11, 12 ratushalar uchun Clash of Clans o'yinlarida turli xil attack strategiyalari yoki ularda ham gameplayda nimalar qilish kerakligi haqida qisqacha gaplashib o'tamiz. Sizlar bilan har doimgidek Alpha Gaming bo'ldi. Kanalda ko'rishguncha xayr.